Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek usta Xurshidbek. Biz jamoamiz bilan xonadonlarga mana shunaqangi tungi fonishlarni qilib beramiz. Bu ishimizni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Yashil qishlog'ida qilib berganmiz. Qadrdonlar, o'ta ham chiroyli holatda chiqdi. Oqqa mokri rangdan foydalangan holda mana shunaqangi fasonda 90 gradusli fasonda qilib beryapmiz. Ko'rishlaring mumkin. O'ta ideal holatda qilib beryapmiz. Burchaklarini mana shunaqangi chiroyli holatda chiqarib berdi. Qadrdonlar, darvozaxonasi ham bo'lgan. Qani birgalikda ko'ramiz qadrdonlar. Hop, darvoza qismiga kirib keladigan bo'lsak, darvoza qismimizni mana shunaqangi chiroyli holatda oq rangga mokri rangdan foydalangan holda qilib berganmiz. Qadrdonlar, chekkalariga ro'ydan chiqqan emlik gullarimizdan o'rnatib berganmiz. Hop, betga 2 kamplik oynamizdan qo'yib berganmiz. O'ta ham chiroyli holatda chiqdi. Bir ko'rib baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Hop, MDFlarimizni o'ta ham chiroyli holatda, ideal holatda o'rnatib berganmiz qadrdonlar. Hop, oynamizni bir kampligini 500 ming so'mdan o'rnatib berganmiz. Hop, gullarimizni esa 1 metrini 70 ming so'mdan qilib berganmiz. Qadrdonlar, bekka 130 ming so'mdan, tunikani kvadratiga hisoblaganda 130 ming so'mdan tunika fonishini bitkazdik. O'ta ideal holatda chiqdi. O'zlaring baho berib qo'yasizlar qadrdonlar. Oldi qoshlari ham bo'lgan. Hop, bu tomoni bo'lgan. Mana shu tomonini ham 90 gradusli fasonda qilib berdik. Burchaklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Chiroyli holatda keltirib qo'yganmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga mana shunaqangi sifatli tunika va xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.